O'zbekiston aholisini Toshkentda bu ob-havosi, unga yana plus bahorgi allergiya juda ham qiynavordi. Bu holatga doktor sifatida qanaqa yechim bera olasiz? Bor buning yechimi. Uy sharoitida hamma bemorlarda burni bitsa, avvalambor burunda achchiq shish bo'ladi, burun oqishi, aksirish kuzatiladi. Bunaqa paytda birinchi navbatda burun shishini kamaytirish kerak. Buning uchun burunga turli xil spreylar, ya'ni mometazon sostavli Forenex, Monix shunaqa spreylarni bir kunda 2 mahal 15 kun davomida foydalansangiz, burningizdagi burun oqishini va achchiq shishni kamaytirib, nafas olishingizni normallashtiradi. Toshkent havosini yomon deyapsizlar. Bunaqa payti havoni tozalaydigan vositalar bor. Bu ulajenitel hisoblanadi. Buni uyida, mashinasida har qayerda ishlatsa, birinchidan havoni tozalaydi va namlaydi. Ikkinchidan allergiyaga eng yaxshi yechimlardan biri hisoblanadi. Turli xil chang, zarrachalar va infeksiyalar birinchi navbatda burun orqali kiradi va burunda allergiyani qo'zg'alishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun eng oxirgi usul bu burunni yuvish usuli. Buni ertalab, kechqurun 2 mahal qilasiz. Buni uy sharoitida bemalol o'zingiz qilsangiz ham bo'ladi. Buning uchun sizga fizrastor natriy xlor kerak bo'ladi. Allergiyada albatta ovqat ratsioniga e'tibor berishingiz kerak. Buning uchun siz dieta qilishingiz, ya'ni shirin, achchiq, sho'r va turli xil kanserogen oziq-ovqat moddalarini kun davomida kamroq iste'mol yoki umuman iste'mol qilmasligingiz kerak.